Ana qora plyonkalarni ham yopishtirdik. Voy onayni, bu ko'kmidi, yo oqmidi? Ay onayni, egasi qoqadi-yu endi. Azizlarim, bu reklamamiz faqat ustalar uchun. Qaranglar, divan qiladigan, mebel qiladigan, eshikron qiladigan ustalarimizga zo'r joy topib keldik. Azizlar, razmerini aytib qo'yasizlar, bo'ldi. O'zi mana bunaqa chiroyli naqshlar chiqaradi ekan, kraska qiladi ekan, plyonkalar qiladi ekan. Juda ham yaxshi, qulay sizlarga yangilik bo'ldi bu. Naqshlarni ko'ryapsizlar, juda ham sifatli. Bunaqa naqsh chizib, plyonka yopishtirib beradiganlar o'shda ikkita. Unisi ham bittasi ham o'zim, ikkinchisi ham o'zim ishlayapman deb qo'yasizlarga mana qaranglar naqshlarni. Toshbaqani naqshi deb o'ylayapman, mana qaranglar. Xohlagan naqshlarni qilib beradigan, xohlasanglar Mickey Mouse, xohlagan rasmlar chizib beradi, xohlasanglar kraska qilib beradi, xohlasanglar ko'k, sariq, qizil plyonkalar yopishtirib beradi. Juda ham qattiq plyonkalar qaranglar. Azizlar, bunaqa joyda mebelchi akalarim rosa istab yurgan bo'lsa, shu videoni jo'natib olamiz mebelchi akalarimga. Juda ham bir udobniy. Prosta razmerini aytib qo'yasizlar, bo'ldi. Qanaqa risунок bo'lishini hamma xizmatlari o'zlaridan mashhur keladi. Mana unga tushunmadim-da, bu nima o'zi? Bu Ali Aygerin paketli plyonkasimi, yo'q qog'ozmi? Bu narsa aka PVH plyanka deyiladi. Oddiy qog'ozdan farqi plastmassaviy bo'ladi. Kronkalari nimasidan, materialidan shilinmaydi, kesilmaydi, yirtilmaydi. Bu narsani kraskani o'rniga yopishtirsa bo'ladi. Mana detalimizda ko'rishingiz mumkin. Kraskaga o'xshamlash chiqargan. Kraskaga o'xshab chiqadi. Kraskadan proshniy. Bunga o'zini spesial kley bor. Kley beriladi va mana shu apparatda vakuum orqali tortiladi. 200 gradus bilan o'sha yerda kraskadan zo'r chiqadigan narsa. Unga garantiyalari ham bor, kraskadan ko'ra ko'proq turadi. Quyoshga chidaydi, shilinmaydi. Azizlar, eshityapsizlar, mana shu ukam nima xizmatlar bor ekan yana sizda? Qanaqa risунокlar qilib berasiz? Razmerlarni aytsa bo'ldi, qolganini o'zingiz qilib berasizmi? Bizga ustalar svязga chiqib turib, faqat razmerini aytsa bo'ldi, fasonini aytsa bo'ldi. Farqi yo'q, qanaqa fason chiqarishimizdan aytganini chiqarib beramiz. Shu plyonka rangini ham farqi yo'q, rangini ham farqi yo'q. Kraska xizmatlarimiz bor buning ichida. Alohida kraska desa kraska, plyonka desa plyonka chiqarib beramiz. Sizimizda nima bor? Kompyuter sistemi bor. Bo'ldi. Juda zo'r ekan. Qarangda, endi sizga ko'proq uyda egalari murojaat qiladimi, yo'q usta aka ukalarmi? Yo'q, ko'proq usta akalar. Razmerini bersa, hamma yo'qni o'zingiz qila olasiz ekanda. Beradi. Bizning xizmatimiz o'sha usta akalar uchun ko'proq. Usta aka ukalar uchun, usta aka ukalarga jo'natib qo'yamiz videoni. Qaranglar, stanogimizni ishlashini umniy stanok ekan. Men kompyuterdan zadaniyani berib qo'yamiz, sizlar olib kelgan rasmlarni berib qo'yamiz. O'zini bilib ishini qilaveradi. Qaranglar, juda ham bir sifatli, ishonchli, mana eshikni mebellarini qilyapti hozir. Mebelda eshiklarini degan azizlar. Eng qizig'i bu yerda xohlagan naqshlarni qilib beradi. Xohlasanglar xohlagan rasmlar chizib beradi. Keyin bu yerdan chiqqandan keyin boyaga ko'rsatgan plyonkalarimiz bo'ladi azizlar, aboylarimiz bo'ladi. Xohlasanglar kraska desalar, kraska qilib beradi. Bolalar juda ham bir specialist, bir staji bor bolalar ekan. Xudo xolasa, bu video men o'ylayman ko'proq usta aka ukalarimga bo'ladi. Hozir murojaatingizni raqamlarini qoldiramiz, telefon qilinglar, kelinglar. Shuni nomerda yozinglar, xizmat bo'lsa ukalar o'zlari sizlarni kutib oladi. Manzillarni ham hozir aytamiz. 0555 bilan 74 44 03. Qaytaraman 555 bilan 74 44 03. Adreslarimiz Qirg'iziston O'sh shahri, men turgan joy Jidalik. Al-Hakim klinikasi bor azizlar. Masjid bilan Al-Hakim klinikani o'rtasida bo'lyapti. Telefon nomerlari bor. Ukalarda telefon qilsanglar, o'zi ko'zga ko'rinib turadiganlar joy. Keldim desalar, o'zlari chiqib turib, olib kirib ketadi sizlarni qo'lini ko'tarib.